Assalomu alaykum. Prostatani davolaydi, gijjani quvib chiqadi. Qovoq urug'i. Tayyorlash usulida hamma siri. Qanaqa? Po'choq-mochoq bilan qo'shib turib, kafemolkada maydalaysizlar-da, elab olasizlar. Yarim litrli, 1 litrli bankaga elab olinglar, tamom. Prostatadan qiynaladiganlar har kuni kechqurun 2 osh qoshiqda to'ldirib, bir osh qoshiqni soldinglar og'zingizga, yarim piyola iliq suv, yana oldinglar, yarim piyola iliq suv. Yosh bolalarga esa choy qoshiqda to'ldirib, bir qoshiqmi, 2 qoshiqmi beraveringlar. Yani tuzalguncha, necha kun so'rayverasiz tuzalguncha. Endi yana ham samarali usulini xohlasanglar, bosib turing pauza. Xo'p, obuna bo'lish, like bosish, kommentariy qoldirish esingizdan chiqmasin. Yaqinlarga bu videoni ham tarqatib qo'yinglar. Demak, Telegram orqali 90lik 995 40 33 ga aloqaga chiqasizlar. Faqat Telegram orqali, xo'pmi? Obuna bo'lib olinglar tez, yo'qotib qo'yasizlar bo'lmasa. Va mergan dorisi. Aytishinglar mumkin, undan nima farqi bor? Buni tarkibida gijja haydovchi xususiyatiga ega bo'lgan 4 xil tabiiy mahsulot hamda qabul qilish usuli alohida boshqalardan ajrab turadi. Endi mergan esa, merganning ta'sir doirasi juda ham keng. Shifobaxsh 4 xil o'simlikning urug'i, asal va zaytun yog'i bilan tayyorlayman bu narsani. Bu qovoq urug'ini o'zidan ancha tezroq, ancha samaraliroq ta'sir qiladi. Prostata, shahvat, ereksiya, hop, erkak-ayol munosabatlari, xo'sh, immunitet pasayib ketgan bo'lsa, mana olinglar. Kuch-quvvat, yurak bo'g'in, har tomonlama mergan va gijjasto.